Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Hozirgi kunda O'zbekiston o'smirlar 17 yoshlar terma jamoasining bosh murabbiyi Islombek Ismoilov o'z faoliyatini tugatishini e'lon qildi. Bu xabardorlik Italiyaga qarshi 1-8 finaldan keyingi o'yindan keyin berildi. Murabbiy o'z Facebook sahifasida 3 yil davomida jamoa bilan bo'lgan faoliyatini yakunlagani haqida bildiruv yo'lladi. Ushbu davrni u muntazam ish, katta mas'uliyat va sharaf deb baholadi. Bu jamoa bilan birgalikda uzoq yillar davomida qiziqishlar va ko'p mehnat bilan o'tgani, shu bilan birga g'alaba va mag'lubiyatlarni birga o'tkazganini qayd etdi. Ismoilov asosiy e'tiborni o'zbek yoshlari uchun tarixiy muhim jihat bo'lgan 2025-yildagi O'smirlar 17 Osiyo Kubogi g'alabasiga qaratdi. U shunda aytdiki, bu g'alaba yoshlarimizning baxt, sabr va katta mehnatining natijasi sifatida yurtimizning futboliga katta hissa qo'shdi. U o'z faoliyatining asosiy maqsadi har doim O'zbekiston bayrog'ini himoya qilish bo'lganini va har bir o'yinda xalqaro yurtimizga xizmat qilish istagi bo'lganini aytib o'tdi. Murabbiy o'zining asosiy prinsipi bo'lgan adolat va rostgo'ylikka alohida e'tibor berdi. Bu terma jamoaga tanlovda hech qanday tanish-bilish yoki klubga mansublik asosida ish olib borilmaganini, balki faqat ishi, xarakter va arzishini isbotlagan futbolchilarni tanlaganini aniq bildirdi. So'nggi qaydlarda Ismoilov o'z muxlislariga ishonishlari uchun, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga qo'llab-quvvatlagani uchun hamkorlariga va futbolchilarga rahmat aytdi. U o'z so'zlarini shu bilan yakunladi. Mening bu jamoa bilan yo'lim tugallandi. Ammo bu eshikni yopish emas, balki yangi bir bosqichning boshlanishidir.